Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Flintcraft. Bugungi videomizda Redstone texnikani o'rganamiz. Biz kerakli narsalarni olamiz. Minecraft'dagi barcha redstone bilan ishlaydigan narsalar. Mana bitta redstone anaqa qolib ketibdi, mana. Bolalar buni qilamiz da. Buni qo'yib. Yo'q, xato qildim. Buni qo'yib, keyin ustiga buni qo'ysak, qaranglar endi. Hozir tun qilamiz-da, bu chiroq avtomatik unga boshqa blok qo'yish. Bolalar hozir ana qilamiz. Olamiz 3 blokda. Xo'sh, bironta qanaqa blok bo'lsam kerak bizga? Mana taxta. Buni olib taxta. Chiroq qo'yish kerak endi. Bola qarayman, yana ertalab qilaman. Mana ertalab tushgan payt yonadi. Buni kechqurun qurish kerak-da. Birinchi qism tugadi.